Dizaynerlik institutida o'qishi 5 ta muhim plus taraflari. Bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Men Ozodaxon, 15 yillik rassom va 10 yillik tajribaga ega dizayner mutaxassisman. Bu mavzuda batafsil ma'lumot beraman. Dizaynerlik institutida o'qish bu shunchaki diplom emas, bu o'z ustingizda ishlash, dunyoqarashni kengaytirish va o'z sohangiz bo'yicha haqiqiy professional bo'lib shakllanishi yo'li. Institutda o'qishning eng katta afzalliklaridan biri bu albatta kuchli ustozlardan ta'lim olishdir. Tajribali pedagoglar nafaqat sizga chizishni, balki dizaynni to'g'ri fikrlashni, g'oyalarni shakllantirishni va uni to'g'ri professional darajada taqdim etishni o'rgatadi. Yana bir muhim tomoni bu muhit. Siz o'zingiz kabi ijodkor, maqsadli va izlanayotgan yoshlar orasida bo'lasiz. Bunday muhit insonni o'stiradi, ilhom beradi va yanada katta natijalarga undaydi. Institutda o'qish davomida siz nazariy va amaliyotni birgalikda o'rganasiz. Rang tanlash, kompozitsiya, moda tarixi, libos konstruksiyasi, eskiz chizish, mato bilan ishlash kabi ko'plab bilimlar bir tizim asosida beriladi. Bu esa o'z ustingizda tartibli va puxta ishlashga yordam beradi. Institut sizga o'z portfoliongizni shakllantirishga imkon beradi. Kelajakda ish topishda, buyurtma olishda va o'z brendingizni yaratishda bu juda katta ustunlik beradi. Eng asosiysi, dizaynerlik institutida o'qish orqali siz orzularingizga jiddiy yondashayotganingizni isbotlaysiz. Chunki haqiqiy dizayner bo'lish uchun faqat qiziqish emas, bilim, mehnat va sabr ham kerak. Agar siz dizaynerlik institutiga kirishni niyat qilgan bo'lsangiz, hoziroq adminga murojaat qiling.